nasli davom etishi uchun, sog'lom farzandlar ko'rishi uchun. Hattoki o'sha joyda ham faqat asosiy shu siflisga ko'riladi. Undan tashqari ham jinsiy aloqadan o'tadigan kasalliklar juda ham ko'p. Urolog полностью jinsiy a'zolarni ko'rishi kerak. Masalan, asboblari, Tanishim deydi. Da. Yoki men rezinka bilan qilaman deydi. xotini ginekologga borgan osmotrga shunga bir qanaqa analizlar topshirgan payti jinsiy aloqadan o'tadigan infeksiyalar chiqdi. Bu yigit olamizga kelib juda ham shokka tushgan. Xotini уже ikkinchi oy homilador. Jinsiy aloqani yaxshisi bo'lmaydi, tozasi bo'lmaydi. Xotini homilador bo'lsa, aloqa qilish mumkin emas degan tushuncha, noto'g'ri tushuncha borda. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan YouTube sahifamizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun nasib bo'lsa sizlar bilan Realmed klinikamizda birga ishlayotgan do'stimiz Anvar Rustamovich bilan birgalikda jinsiy salomatlik mavzusida sizlar bilan gaplashamiz. Bu podkastimiz uylanguncha va uylangandan keyingi jinsiy hayot, jinsiy salomatlik mavzusida bo'ladi. Bunaqa podkast hali o'tkazmaganmiz. Birinchi marta mana shunday ochiq suhbat bo'ladi. Xudo xohlasa sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Biz birgalikda 15 yildan beri, o'sha 2010-yildan beri birgalikda mana shu jinsiy salomatlik mavzusi bo'yicha birgalikda ishlab, bemorlarni davolab, mana shu kungacha mana minglab bemorlarni jinsiy salomatligini tiklashga, ularni farzandli bo'lishiga, baxtli hayot kechirishiga sababchi bo'lib kelyapmiz. Bugun ham Xudo xohlasa mana shu mavzuda sizlar bilan ajoyib suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, Anvar, xush kelibsiz bugungi podkastimizga. O'zingiz haqingizda ikki og'iz gapirsangiz. Assalomu alaykum. Srazu aytib o'taman, o'zbekcha ozgina baryer bor. Bitta ikkita grammatik ошибкалар bo'lishi mumkin. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. O'rtasiga bitta ikkita rus tili so'zlar ham qo'shamiz. Agar tushunmovchilik bo'lsa, Ilyos перевод qilib berasiz. Umiddaman sizga bu bugungi podkastimiz juda ham foydali bo'ladi. Mana Anvar, o'zingiz bilasiz, jinsiy hayot mavzusi juda ham nozik mavzu. Bir alohida darslik yo'q, ota-onalar farzandi bilan gaplashmaydi, bir fan o'tilmaydi, uyat sanaladi bizning mentalitetimizga. Lekin hamma yoshlarimiz, masalan, erkaklar uylanadi, qizlar turmushga chiqadi. Bu hayotiy ehtiyoj, hammani boshiga tushadigan masalada. Lekin afsuski, mana shu jinsiy hayot mavzusiga alohida tayyorgarlik ko'rilmaganligi uchunmi yoki bir jiddiy e'tibor berilmaganligidanmi, mana shu uyat sanalganidanmi bilmayman, nima sababdan yoshlarimizda muammo ko'p. Sabablar, turli xil sabablar keltirishimiz mumkin. Sizning fikringiz, mana shu ertaga bu hayot, bu tajriba maydonchasi emas. Masalan, yoshlarimiz jinsiy salomatligini yo'qotib qo'yib, erta bir umr pushaymon bo'lib o'tmasligi uchun, jinsiy sog'lom bo'lishi uchun qaysi yoshdan boshlab o'sha jinsiy salomatlikka e'tibor berish kerak? Erta nasli davom etishi uchun, sog'lom farzandlar ko'rishi uchun, o'sha sog'lom jinsiy hayot ko'rishi uchun qaysi yoshdan tayyorgarlikni boshlagani yaxshi deb o'ylaysiz? Juda ham интересный, aktualniy savol. Faqat men bitta joyga qo'shmoqchiman. Davlat bolnitsasiga ham 10 yildan ziyod ishlaganmiz. Hattoki shu to'ydan oldin medosmotr deyiladi. Poliklinikaga boradi, молодожены, и o'sha joyga analizlar topshiriladi. Hattoki o'sha joyda ham faqat asosiy shu siflisga ko'riladi, lekin undan tashqari ham jinsiy aloqadan o'tadigan kasalliklar juda ham ko'p. O'shalar qilinmaydi. Ayrim sabablarga qaraganda, undan tashqari masalan полностью kiyovdi, kelinda o'sha joyga masalan o'zi osmotr qilsa bo'ladi. Erkakda masalan urolog полностью jinsiy a'zolarni ko'rishi kerak. O'sha joyga erkaklarda urolog ko'rigini o'tkazgan payti обязательно erkakda jinsiy a'zolarini razvitiyasini ko'rish kerak. Varikotsel bormi, yo'qmi? Masalan, bolani o'zini yoshiga qaraganda qanday ketyapti razvitiya?
o'shalarni полный проверка qilish kerak. No bizda bu narsa qilinmaydi. O'shaning uchun masalan men endi как бы sovet beraman yoshlarga. Masalan qizlar shu уже совершеннолетний bo'lgan 16 yosh deyarli, пример, обязательно bir yilga bir marta ginekologdan ko'riklarni o'tsa, erkak kishi обязательно bir yilga bir marta urolog ko'rigidan o'tish kerak. Не только bironisini yuqtirib yoki просто как профилактика. Обязательно sog'lom bo'lish uchun u osmotrdan o'tish kerak. Uni osmotr ichiga nimalar kiradi? Infeksiyalar, общий ko'rikdan urologdan o'tish kerak. Jinsiy обязательно jinsiy a'zolarni birga uzi qilish kerak. Boya men aytib o'tganday, varikatsiya bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p o'zingiz ham bilasiz, holatlar bo'lyapti. Uylangandan keyin 1 yil, 2 yil, 3 yil farzand bo'lmayapti. Analizlarni qaraymiz, yaxshi chiqadi. Hattoki oilalar уже ajrashishga to'g'ri keladi. Konkretni sizning savolingizga javob beradigan bo'lsak, 16 yoshdan keyin yosh yigitlarimiz обязательно 1 yilga bir marta urologdan ko'rigidan o'tish kerak. U ko'rikka и UZI kiradi, и analiz qonlar kiradi, plus mazoklar topshiriladi, может infeksiya, yuqumli infeksiyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening maslahatim yosh bolalarga 16 yoshdan keyin 1 yilga bir marta обязательно medosмотr o'tish kerak. To'yga keladigan bo'lsak, men tavsiya beraman, to'ydan oldin 2 yil oldin уже yosh yigitlarimiz to'yga tayyorgarlikda boshlash kerak. Kamida. Da, kamida. Потому что o'zimiz ham ko'ryapmiz, to'ydan keyin juda ham ko'p muammolar chiqyapti. Shunday. Da, lучше shu muammolarni to'ydan oldin hal qilish kerak, chim to'ydan keyin vaqt ham yo'qotadi, и oilada juda ham ko'p как разногласия bo'ladi, stresslar bo'ladi, ota-ona bezovta bo'ladi. Поэтому men o'ylayman, lучше to'ydan oldin shu hamma kerakli analizlar, medosmotrni o'tish kerak. Shunday, mana yoshlarimizga ko'p ma'lumot beryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali, Instagram, Telegram, YouTube kanallarimiz orqali foydali ma'lumotlar ham beryapmiz. Hozirgi kunda uylanmagan yoshlarimizda ko'pincha begona ayollarga borib qo'yish, mana onanizm 5ga1 odati bilan shug'ullanib qo'yish odatlari ham ko'p uchrayapti. Men o'ylaymanki, mana shu narsa ham ko'pchilik yoshlarimizga shu to'g'risida bilimni yetishmasligidan, o'sha shahvatini qo'zg'atadigan narsalarni ko'pligidan bo'lsa kerak deb o'ylayman, o'zimning shaxsiy fikrim. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yerga не то что информация, наоборот, internetga не нужна информация ko'p. Masalan, западный doktorlar наоборот aytadi, 5ga1ga shug'ullanib turish kerak. U полезно, agar chiqarib turmasan, наоборот, prostatit bo'ladi, axta bo'lasan, sperman tushib ketadi deb, nabarot shuni propagandasini qiladi. O'shaning uchun bizim yoshlarimiz, mening endi как бы sovet kerak emas informatsiyani qabul qilmash kerak. Lучше masalan bironta savol bo'lsa, уже konkretni kelib doktor bilan gaplashib, потому что internet to'g'ri foydali narsa ham bor, lekin juda ham kerak emas informatsiya ham juda ham ko'p. O'sha informatsiya bizim yoshlarimizni fikrini buzyapti. Juda ham zo'r narsani aytdingiz. Ko'pchilik mana endi bizga murojaat qilib keladi-ku, onanizm bilan uzoq vaqt shug'ullangan yoshlarimiz kelyapti, qancha asorat bilan. Shunday. Nima uchun shug'ullanding deganimda, nafaqat chet el mutaxassislari maslahat berishgan, hattoki o'zimizniki bo'ladi, o'zimizning yurtimizdagi urologlardan buni qilib turish kerak. Bo'lmasa senda dimlanish kuzatiladi, zastoy bo'lib qolasan deb targ'ib qilib yoshlarimiz doktor agar noto'g'ri maslahat bersa ishonadi-da. Shunday. U vrach deydi, bu shuncha vaqt o'qigan deydi. Shu sababli to'g'ri aytasiz. Nafaqat bu internetdagi ma'lumotlar, haqiqatdan mana shu mutaxassislarimiz ham agar to'g'ri yo'nalish bermasa, yoshlarimizni ahvoli mana shunaqa juda ham ko'p asoratlarni ko'ryapmiz. Ayniqsa shu to'ydan oldin bir necha yil 5ga1 bilan shug'ullanib, to'ydan keyin qanaqa ahvolda kelishini. Nafaqat psixologik travma bo'ladi, undan keyin testosteronlar tushib ketgan, hattoki analizlari 19-20 yoshli bola emas, 50 yosh odamni analizi bilan bir xil chiqyapti.
u hammasi shu nenujniy informatsiya internetdan olib, shu begon ayollarga borib, 5-1 bilan shug'ullanib, shu asoratlari bu можно сказать, globalniy hozir 21-asrda globalniy problemasi mana shu. Shunday. Yoshlar o'rtasida. Shunday. Lekin biz to'g'ri aytyapmiz, hozir Analizm nenujniy zarari. informatsiya doktor beradigan ko'p, lekin hozir bizning может obunuvchilar aytish mumkin. Doktor, sizlarga qanday ishonsak bo'ladi? Qana bironta faktlarim bormi? Nima sababdan sizlarga ishonishimiz kerak degan savollar ham bo'lishi mumkin yoshlarda. Mana qanaqa jinsiy salomatlik bilan bemor keladigan bo'lsa, ikkalamiz birga Shunday. maslahat qilib davolaymiz, to'g'rimi? Shunday. 40 yildan beri anonizm bilan shug'ullangan bemorni ham Hatto ko'rdik. holatlarim bor, ha. 10 yil, 15 yil, 20 yillab, 5-6 yillab endi shug'ullangan bemorlarni sanog'i yo'q. Mana ikkalamiz hammasini maslahatlashamiz. Endi biz hammasini internetga chiqara olmaymiz, no juda ham ta'sirli bo'lganlarini 10 dan birini, 100 dan birini chiqaryapmiz-da masalan, lekin deyarli har kuni bizga bir nechta shunaqa ham bemorlar murojaat qilib keladi. Shunday. Ularga nima asoratlar bor? Asab tamom bo'lgan. Birinchi o'zida psixologik qancha muammolar bilan kelyapti. Testosteron tushib ketgan ularga. Shahvat tez keladigan bo'lib qolgan, qanchasida jinsiy a'zo qo'zg'almasdan turib sperma tashqariga chiqib ketyapti. Bu bemorlar uylangandan keyin nechtasi birinchi kecha qo'shila olmayapti masalan. Shunday. Qo'shila olmayapti. Undan keyin tez bo'shanib qo'yyapti. Qancha bunaqangi bemorlarni misol keltirishimiz mumkin. Eng qizig'i bizlarga bu kasalliklar kelgan bemorlar hammasi po fakti bor. Shunday. Da, masalan, har bitta kelgan kasallik shurga biz analiz qilib, statistika qilib, endi to'g'ri aytdingiz, hamma ham rozi bo'lmaydi. Uni internetga chiqarishgan, u bitta ikkitasini shu kamerani anov qilib, kelishgan holatda chiqarganmiz. Lekin bu можно сказать 1-2% ni chiqaryapmiz. Shunday. Qolgan foizni biz chiqara olmaymiz, chunki juda ham kasallar ko'p, juda ham ko'p. Siz aytganday to'ydan keyin kelin bilan qo'shilmaslik, tez bo'shanish, hattoki uylangandan keyin ham 5-1da davom qilyapti. Masalan, aytadi doktor, men dushga kirib 5-1da o'zingizdan bo'lgansiz, 5-1ga qilsam normal, lekin spalniga kirsam kelin bilan yotishga xohisham yo'q, qo'zg'almayapti. Shunday. Bu juda ham серьезный problema. Bu yerga birinchi asorat shu psixologik travma bo'lyapti bolada. Shunday. Aziz do'stlar, 52 ga kirgan bemor deyarli 40 yilga yaqin anonizm, ya'ni 5-1 odati bilan shug'ullanib, qabulimga bir qancha shikoyat qilib keldi. Bemorni tekshirib ko'rganimizda jinsiy aloqaga umuman xohishni yo'qligi, ayoli bilan umuman qo'shila olmaslik, siyganda achishlar, siydik tomchilab qolishi, jinsiy a'zolarda og'riqlar va bir qancha nevrologik buzilishlar bilan demak murojaat qilib keldi. Nima uchun uylanishingizga qaramasdan, ayolingiz borligiga qaramasdan anonizm bilan shug'ullanib yurdingiz desam, ayolim bilan ham qo'shilaydim, lekin normal lazzat ololmaganman. Anonizmga o'rganib qolganligim uchun xuddi men bu narsadan yaxshiroq lazzat olganday tuyulaydi va bu narsani ham qilib yuraydim. Mana hozirgi kunga kelib umuman jinsiy a'zo qo'zg'almay qoldi deb, demak, murojaat qilib keldi. Mana sizlarga anonizm, ya'ni 5-1 odatini asoratlari. Aynan mana shunday muammolardan kelib chiqib, uylanmagan yoshlar uchun 2 kunlik bepul master klass tashkillashtiryapmiz. Master klassga qo'shilish uchun profil shapkasidagi link orqali kirib Telegram kanalga qo'shilib oling. O'zi aslida kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi, oson. Biza masalan bu kasalliklar davolayapmiz, to'g'ri, yechim beryapmiz. Ko'pchilik bu kasalliklarga yordam ham bera olmaydi. Tabletkalar yoki boshqalar ichib foyda ko'rmay, keyin bizga murojaat qilib kelishyapti-da. Lekin shu yoshlarimiz, bizning niyatimiz ham shu odatlarni qilmasa, mana shunaqangi muammolar ko'pchilikda oldi olingan bo'laydi-da. O'sha energiyasini, o'sha kuch-quvvatini til o'rganishga sarflasa, qanaqadir bir sportga sarflasaydi, 10 yillab
bitta Chempion sport bo'lardi. bilan agar regularni Bekordan shug'ullanganda bekor chempion demaysiz. qancha chempionlar chiqqan bo'laydida. Shu sababli men o'ylayman, yoshlarimiz o'zi bu odat bilan shug'ullanishni to'xtatish kerak. Shunday. Chunki bu odatni necha marta aytdik, lekin baribir ham kimlardir hali ham shug'ullanishda davom etyapti. Hozir shu gapingizdan keyin to'g'ri ko'pchilik yoshlarimiz может shu odatdan qutulishni xohlaydi, ammo ayrim sabablarga kimlarga sila vo'li yo'q, kimlarga sablazn deydi, atrofdagi muhit juda ham anoda katta rol o'ynaydi. Shu odatdan qutulishni qutulolmayapti. Shunga siz shu yoshlarimizga nima tavsiya bera olasiz? Shu yomon odatdan qutulishdi. Endi biz aytdikki, bu odatni asoratlarini aytib o'tdik. Ko'pchilik yoshlarimiz haqiqatan ham biladi, lekin yana baribir shug'ullanib qo'yapti. O'zi aslida muammo ko'pincha bilmaslikdan bo'ladi. Mana biz ochib berdik. Muammo haqiqatan ham jiddiyligini, qanaqa asoratlarga olib kelishini. Mana shu narsani doim o'ylash kerak. Xo'p, o'sha ishni qilaman, keyin nima bo'ladi? Demak, qanaqa asorat bo'lishini o'ylasa, uni qilmaslik ehtimoli oshaveradi. Birinchisi o'sha muammoni qanchalik jiddiy asorat berishligini doim o'ylash kerak. Agar sharoit bo'lsa, tezroq uylanish kerak. Hozirgi sharoitda, chunki shahvatni qo'zg'atadigan atrofimizda sabablar juda ham ko'p. Shuning uchun sharoit bo'lsa, tezroq uylanish kerak. Yana bitta katta muhim narsa, o'sha yomon odatlar bilan odatlanishga sabab bo'luvchi atrofidagi narsalar yo'qotish kerak. Bu bo'lishi mumkin telefon, internet bo'ladigan bo'lsa, o'shani kamroq ishlatishga harakat qilish kerak. Yoki foydali narsalarga ishlatish kerak. Yoki foydali narsaga ishlatish kerak. Agar atrofidagi do'stlari sabab bo'layotgan bo'lsa, chunki sirida silni ichim silab oladigan narsa bor. Ya'ni seni atrofingdagi muhiting seni iroda kuchingdan kuchli deydi. Ya'ni ikkita jo'ra, uchta jo'ra buni davay deb tursa, ham qilib qo'yish ehtimoli katta. Shu sababli agar atrofidagi jo'ralar yomonlikka boshlayotgan jo'ralar bo'lsa, ulardan uzoqlashish kerak. Mana shu yana boshqa bir qancha sabablar bor. To'g'ri, sportga borsa bo'ladi, stabilni masalan o'zini o'qishga направлять qilsa bo'ladi. Men chunki yoshlar ko'p aytamiz, masalan, bekorchi bo'lsa shu narsani qiladi. Shunday. Agar o'zini sportga borib, maqsadi o'qishga borib, o'zi vaqtiga masalan ishlaydigan bo'lsa, ishga borsa, bunaqa ishlarga vaqti ham bo'lmaydi. Shunday. Shuning uchun yoshlarimiz siz aytganda juda ham katta окружающий sreda ta'sir qiladi. Shunday. Shu bilan birga mana biz tavsiya beryapmiz, tushuntiryapmiz zararli ekanligini va ko'pchilik yoshlarimiz mana shu tavsiyalarga amal qilib, men eshitaman, ko'pchilik yoshlarimizdan rahmat aytadi. Mana shu yomon odatdan qutulib ketyapti. Lekin ba'zilar iroda kuchi yetmasdan qilib qo'yayotgan yoshlarimiz uchun alohida pornografiya va onanizmdan qutulish uchun maxsus mini kurs qilib qo'yganmiz. O'sha kursni berib, bemorlarimiz ko'rib chiqadi va ularga individualni tavsiyalar berib, 1 oydan 2-3 oygacha individualni ishlaydigan programmamiz bor. Shu bo'yicha tavsiyalar berib, kuratorlar bilan birga ishlab, bemalol bu odatdan qutulib ketish imkoniyati ham bor. Mana Anvar, ko'pchilik yoshlarimiz onanizm odati bilan shug'ullanishini bildik, mana bu haqda gapirib o'tdik. Lekin hozirgi kunda begona ayollarga borib qo'yadigan yoshlarimiz ham kam emas. Bu haqda ham qisqacha gaplashsak. Da, Ilyos, to'g'ri, begona ayollarga borish bu ham, можно сказать, отдельный tema ham qilsak ham bo'ladi. Juda ham ko'p yoshlarimiz mana ko'rasiz, bir kunga qancha bemorlarimiz keladi. Hattoki uylangandan keyin ham qanday problem bo'layapti. Uylanmagan yosh yigitlarimizga qanday desam, yoshlar o'rtasida u moda bo'lgan. Masalan, 4-5 ta jo'ra bo'lsa, begona ayollarga borgan bo'lsa, bittasi bormasa, u aytadi, "Sen erkak emassan, nimaga bormaysan?" deb za kompaniya olib ketadi uni. Shuning uchun siz boyna aytganda, окружающий sreda muhit juda ham katta rol o'ynaydi, lekin o'sha yoshlarimiz qanday desam, не понимает, qanaqa asoratga kelib kelishi mumkin. Shu borib begona ayollarga. Вот, например, uzoqqa bormaymiz. Shu o'tgan hafta
bemorimiz keldi. To'ydan oldin 15 kun 20 kun oldin begona ayolga borgan. No, ito u kishidan so'raganimda begona emas dedi. Shunday. O'ziniki toza, bir Shunday. yildan 2 yildan beri birga yashaydi ekan. No, to'ydan oldin tekshiruvdan o'tmadi. Hozir 2 oydan keyin kelyapti. Xotini ginekologga borgan osmotrga, shu yerga bir qanaqa analizlar topshirgan payti jinsiy aloqadan o'tadigan infeksiyalar chiqdi. Shunday. U endi ismini aytmaymiz, u yigit oldimizga kelib juda ham shokka tushgan. Chunki chiqadigan infeksiya u hattoki bolasiga asorat bo'ladigan bolasiga, потому что xotini уже 2-oy homilador da. O'shanga hozir uyda bularga raznoglasiya ketyapti. Xotini bolamni olib tashlaymiz, chunki men xohlamayman, что bolam bironta nogiron bo'lish uchun. U yigit hayron nima qilishdi. Shuning uchun shunaqa vaziyatga tushmash uchun agar даже если yoshlar yigitimiz bironta shunaqa begona ayolga borib qo'ygan bo'lsa, shayton yo'ldan buzgan bo'lsa, men tavsiya beraman, обязательно to'ydan oldin полный medosмотr o'tish kerak. Shunday. Haqiqatan ko'pchilik yoshlarimizga giper nima deydimi? Pozitivlik deydimi? Ya'ni men deydi, begona ayolga borganim yo'q, meni o'zimni tanishim deydida. Tozasi. Tozasi deb qancha kasalliklar yuqtirib kelishadi. Yoki ba'zi toifalar rezinka bilan men jinsiy aloqa qilaman, menga hech narsa yuqmaydi deyishadi. Mana shunday narsa yoshlarimiz o'rtasidagi juda ham ko'p. Shu sababli jinsiy aloqani yaxshisi bo'lmaydi, tozasi bo'lmaydi. Biza tajribamizdan bu narsaga ko'p marta guvoh bo'ldik. Rezinka bilan qilsa ham teri-teriga tekkanda yuqadigan. Shuda o'sha joyingizni siz bizaman operatorlarga iltimos qilamiz. Shu jinsiy aloqa rezinka bilan o'tadigan kasalliklar shu tepamizga bitta ikkita rasm ko'rsatsa yoshlarimiz. Shunday. Mana xuddi shunday to'ydan oldin begona ayolga boradigan yoshlarimiz juda ham ko'p. Lekin to'ydan keyin ham, uylangandan keyin ham boradigan yoshlarimiz yo'q emas. Juda ham ko'p mana bemorlarimiz kelishadi. Begona ayolga borgan, kasallik yuqtirgan, uylanganmisan desa, ha uylanganman deydi. Xo'p, begona ayolga boribsan, ayoling bilan ham qo'shildingmi desa, ha qo'shildim deydi. Hattoki 2 oylik, 3 oylik, 7 oylik, 8 oylik homilador ayoliga ham ba'zida kasallik yuqtirib qo'ygan yoshlarimizni kuzatamizda. Mana shu gapimizga misol, bizda yoshlarimiz orasida bir gap bor. Xotini homilador bo'lsa, aloqa qilish mumkin emas degan tushuncha, noto'g'ri tushuncha borda, keyin sabr qila olmaydi-da, shahvatini tiya olmasdan begona ayollarga borib kasallik yuqtirib qo'yadi. Va ayoli bilan aloqa ham qilib qo'yadi. Natijada u yerdan yuqtirgan kasallikni kelib ayolga ham yuqtiradi. Keyin biz davolanishga verayatность bor, kelajakda tug'ilgan bolasiga ham o'tishi mumkin. Albatta, albatta. Buni davolash ham qiyin. Ya'ni bir har xil dori-darmon bera olmaysiz. Kuyovni o'zini davolasangiz, ayolni davola olmaysiz. Keyin erkakni davolab bo'lgandan keyin ayol davolanmagan-ki, yana jinsiy aloqa qilib, yana yuqtirib qo'yadi. Qisqasi boshi muammodan chiqmay qoladi. Shu sababli yoshlarimizga tavsiyamiz to'ydan oldin, to'ydan keyin umuman begona ayolga borish, onanizm 5ga 1 odati bilan shug'ullanishni umuman qilmaslikni tavsiya beramiz. Shu gapingizga qo'shimcha qilib aytaman. Bemorlarimiz keladi, to'ydan keyin shunaqa infeksiya chiqqandan keyin aytadi: "Doktor, men to'ydan oldin davlat poliklinikasiga borib osmotrdan o'tganman." Lekin ularga hech kim tushuntirmaydi, что to'ydan oldin davlat poliklinikasida bular shu veneriический, то есть tanosil kasalliklari faqat shu spid bilan sifilis ko'riladi. Lekin begona ayoldan yuqadigan kasalliklar undan tashqari bir qator nechta infeksiyalar bor. Begona ayoldan o'tadigan infeksiyalar. O'shani ular o'sha analizlar qilinmaydi davlat bolnitsasida. Ixtiyoriy analizlar, majburiy analiz emas bu. Shunday. O'shaning uchun yosh o'ynaydigan yigitlar обязательно mana shu
agar sizlarga savol bo'ladigan bo'lsa, qanaqa analizlar topshirishimiz kerak desan, kommentariyaga yozsangiz, bizim yordamchilar обязательно sizga tavsiya beradi. Именно to'ydan oldin qanaqa tekshiruvdan o'tib, qanaqa analizlar topshirishimiz kerak. İlyos, hozir bizlar to'g'ri to'ydan oldin kasalliklar haqida aytib o'tdik. To'y 5 anonizm kasalliklarini, begona ayollarga borib infeksiyalar yuqtiradigan. No, hozirgi paytda to'ydan keyin ham juda ham ko'p yoshlarimizga problemalar bo'lyapti. U deyarli, например, tez bo'shanish, prostatitlar, undan tashqari yoshlarimiz juda ham ko'p kasalliklar bilan bizga murojaat qilyapti. Shunday. O'shanga siz qisqacha nima tavsiya bera olasiz yoshlarimizga? Shunday. To'ydan keyin bo'ladigan kasalliklarga. Shunday. Mana biz aytdikki, biza anonizm bilan shug'ullanadigan yoshlarimizga ham bemalol yordam bera olamiz. Uni to'xtatib, uni asoratlarini davolab berishga yoki begona ayollarga borgan bo'lsa, demak, o'sha infeksiyalarini davolab, o'sha sog'lom bo'lishiga yordam beramiz. Shu bilan birgalikda to'ydan keyin, demak, anonizm, 5 odatining asoratlari, surunkali prostatitlarning asoratlari bular asosan jinsiy zaiflik va tez bo'shanish muammosi bilan juda ham ko'p yoshlarimiz murojaat qilishadi. Demak, bu haqda keyingi bir YouTube videomizda batafsil gaplashsak, chunki juda ham katta mavzu, tez bo'shanish mavzusi va ko'pchilik yoshlarimizni qiziqtirgan mavzusi. Bu haqda bemalol uni kelib chiqish sabablari, misollar bilan va uni qanday qilib davolaymiz, o'shalar haqida keyingi bir YouTube videomizda batafsil ma'lumot bersak. Daylos, juda ham bu interesli tema, unga bizlar отдельный mavzu qilishimiz kerak. Bizlar qanday boyagi kasalliklarga yechim beryapmiz, qanaqa lechenyalarimiz bor, chunki bizlar hammaga aytamiz, bizlar o'zimiz maxsus programmamiz bor. U programmaga nima kiradi, qanaqa lechenyalar, hattoki hammani ko'pchilikka qiziq bo'ladigan bizim metod lechenyamiz, qanday siz minimalniy dori bilan qolgan narsalar nimalar qilyapsizlar deb, u savollarga bizlar отдельный tema qilib tushuntirib beramiz. Shunday. Aziz do'stlar, shu sababli agar mana shu tez bo'shanish mavzusi, jinsiy quvvatni oshirish mavzulari sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarga aynan mana shu mavzuni kengroq yoritib berishga harakat qilamiz. Mana aziz do'stlar, bugun sizlar bilan yoshlarimizda jinsiy salomatligini saqlash uchun to'ygacha bo'ladigan muammolar va ularning yechimlari haqida qisqacha gaplashdik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz hali uylanmagan bo'lsangiz, demak, o'sha 15-16 yoshdan boshlab Anvar aytganday, o'sha jinsiy salomatlikni saqlash uchun, demak, tibbiy ko'riklardan o'tib, o'zingizni sog'lig'ingizni saqlab, anonizm, ya'ni 5 odati bilan shug'ullanishdan, begona ayollarga borishdan o'zingizni tiyib, sport bilan shug'ullanib, o'zingizni ustingizga ishlab, demak, doimiy jinsiy salomatligingizni nazorat ostiga olib, tayyorgarlik ko'rib boradigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa ertaga uylangandan keyin sizda jinsiy hayot bilan bog'liq muammolar kuzatilmaydi va siz natijada baxtli hayot kechirib, sog'lom farzandlar ko'rishingiz mumkin. Men o'ylayman, bugungi podkastimiz bizim yoshlarga juda ham informativni, qiziq bo'ldi. Вот, no, va'da beraman, keyingi podkastimiz bundan ham qiziqarli bo'ladi. Chunki ko'pchilik to'ydan keyin ham katta problemalar bilan uchrashyapti. Shuni maksimalni yechimini berishga harakat qilamiz. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha deb qo'ying. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha. Sog' bo'ling.